أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم An'am suresi 1. Nahayeti şefqatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Jimi hamdu sana barcha kamali sifatlarning egisi, bandalarga oshkora va yushurun din va dunyolik cheksiz ne'matlarni ato qilgan, qudrat kamoli bilan osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi mavjudotni yaratgan, kecha bilan kunduzni bir-biriga agishib keladigan qilib yaratib, qorong'uliklarni va yorug'likni paydo qilgan zot Allohga xosdir. Bularning hammasi Allohning ulug'ligiga, ibodat qilinishga tamoman haqliq bo'lgan yagona zot ekanligiga, Allohga maxluqotidan birasini sherik keltirishning qat'iy to'g'ri emasligiga dalolat qiladi. Ahvol shundoq aniq tursimi, kofirlar maxluqotni Allohga tang qilyotadi. Ularni Allohga sherik keltiryotadi. Allah sizlarning otanglar odamni loydan yaratgan zotdir. Sizlar uning naslidan kelgan. Ondan Allah sizlarning yer yuzida yashaydigan ajalinglarni bekitdi. Allah yana sizlarga boshqa bir ajalni yaratgan bo'lib, uning vaqtini Allah o'zi biladi. Bu bo'lsa qiyomatdir. Ondan sizlar ey kofirlar, mushu bayondan keyinmi Allohning o'liklarni tirildirishga qodir ekanligiga shak keltiryapsizlar. Allah Taala osmonlarda va zaminda ibodat qilinishga tegishlik yagona ilohdir. Ey insonlar, Allah'ның yagona iloh ekanligining dalillaridan biri shuki, Allah sizlarning yushirgan va oshkora qilgan barliq yaxshi yomon amallaringlarni bilib turadi. Shuni deymizki, Allah Taaladan boshqa ibodat qilinishga loyiq hech bir iloh yo'qdir. Allohga maxluqotni sherik keltiradigan ashu kofirlarga Allohning yagona iloh ekanligini, Muhammad alayhissalomning haq payg'ambar ekanligini va u ilib kelgan dinning haqligini isbotlaydigan ochiq dalil paketlar va ro'shan oyatlar keldi. Lekin ularga Allohning oyatlaridan biri oyat kelsa, ular uni qabul qilishdan yuz o'riydi va iymon etmaydi. Ashu kofirlar Muhammad alayhissalom ilib kelgan haq dinni inkor qildi va u dinga da'vat qiluvchilarni masxara qildi. Ular bu qilmishni Allohni tonimaganligi va Allohning jazosini sal chaqlaganligidan shundoq qildi. Ular uzoqqa qolmay o'zlari masxara qilgan dinning va Allohning azobining haq ekanligini bilib qoladi. Shu chaqda Alloh bu inkorchilarning qilmishini aytib beradi va ularga tegishli jazosini beradi. Allohning birligini, yolg'iz ibodat qilinishga haqliq ekanligini va Muhammad alayhissalomning haq payg'ambar ekanligini inkor qilgan ashu kofirlar o'zlaridan ilgari payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un qavmlarni qandoq halok qilganligimizni bilmamdi. Ey kofirlar, biz ularga yer yuzida sizlarga bermagan imkoniyatlarni bergan edik. Ularga mo'l yomg'ir yog'dirib bergan edik. Ularning uy imoratlarining ostidan o'stanglar eqib turadigan qilib bergan edik. Bu in'omlar ularni sinash va asta-asta halokatga ib berish uchun edi. Ular ne'matlarga tuzkorlik qildi. Payg'ambarlarni inkor qildi. Shuning bilan ularni gunohlari tufaylidan halok qildik. Ondan ularning o'rniga boshqa xalqni paydo qildik. Ey payg'ambar, agar biz sana ular talab qilganda qog'ozga yozilgan bir kitobni nozil qilgan, ashu mushriklar uni qo'llari bilan tutib ko'rgan taqdirdimi, albatta ular ey Muhammad, sen ib kelgan bu kitob ochiq sehrdir deydi. U mushriklar Muhammadning rost payg'ambar ekanligini isbotlash uchun nima uchun Alloh uningga osmondan bir farishta tushirmadi dedi. Agar biz u mushriklarning talabiga asosan osmondan farishta tushirgan bo'lsak, albatta ularni halok qilish haqida hukm chiqarilgan bo'ladi. Ondan ularga tavba qilish uchun muhlatmo berilmaydi. Ularning iymon etmaydiganligi Allohning ilmida azaldan ma'lum edi. Ularni Muhammad alayhissalomga qoyil bo'lmadi deb ularga avatadigan payg'ambarni farishtadan qilgan taqdirdimi, u farishtaning ular bilan so'zlashalishi uchun uni albatta inson shaklida qilatdi. Navoda farishta odam suratida kelsa, ular Muhammad alayhissalomdan shaklanib qolgandek, uningdan shaklanib qolgan bo'ladi. Mushriklarning farishta tushirilishini talab qilishi faqat Muhammad alayhissalomni masxara qilish uchun qo'yilgan talab bo'lganlikdan, Alloh Taolo payg'ambarlarni masxara qilishning yangi ish emasligini, ilgari o'tgan payg'ambarlarning kofirlarning masxarasiga uchirganligini va u kofirlarni o'zlari masxara qilgan azobning halok qilganligini bayon qiladi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, yer yuzini kezinglar. Ondan payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatda qandoq halok bo'ladiganligiga qarab beqinglar. Ularga o'xshash halok bo'lib ketishdan hazar aylanglar.
Ey payg'ambar, ashu mushriklardan osmonlardagi va zimindagi mavjudotlar kimning deb so'rag'in. Ondan o'zing javob berib, ular Allohningdir. Buni sizlarmi bilasizlar. Shunga sizlar Allohning o'ziga ibodat qilinglar. Alloh rahmat qilishni o'z ustiga olgan, shunga bandilarini jazolashga oldirib ketmaydi. Cho'qim bo'ladigan qiyomat kuni Alloh sizlarni albatta yig'idi degan. Kufrlikni tanlash bilan o'ziga o'zi ziyon solganlar Allohning bir ekanligiga iymon etmaydi. Allohning va'dasiga va ogohlantirishiga ishonmaydi. Muhammad alayhissalomning payg'ambar ekanligini mu e'tirof qilmaydi. Osmonlardagi, zimindagi harakat qilayotgan, jim turayotgan, oshkora va maxfiy hamma narsa Allohningdir. Hamma uning bandasidir. Uning boshqarishi ostidadir. Alloh bandalarining gap so'zlarini anglab turg'uchidir. Ularning amallarini va maxfiyatliklarini bilib turg'uchidir. Ey payg'ambar, Allohga maxluqotni sherik qilib olgan ashu mushriklarga aytqinki, osmonlarni, ziminni va ularning orasidagi jimi mavjudotni yo'qdan boqig'uchi, hammaga rizq berguchi va hech kimdan rizq talab qilmaydigan zot Allohdan boshqasini egam davosam bo'lamdi. Ey payg'ambar, aytqinki, men bu ummat ichida musulmon bo'lib Allohga itoat qiluvchilarning tunjisi bo'lishga va maxluqotni Allohga sherik keltiruvchilardan bo'lmaslikka buyurildim. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, agar men Rabbimga osiylik qilsam, uning amriga xiloflik qilsam, ibodatda uningga maxluqotni sherik qilib olsam, qiyomat kuni menga cho'ng azob tushishidan albatta qo'rqaman. Alloh kimni ashu azobdan yiroq qilsa, uningga zo'r shafqat qilgan bo'ladi. Oxiratda azobdan yiroq qilinish ochiq nijotlikning o'zidir. Ey inson, agar Alloh senga yo'qsullik, kasallik degandek birak kulfat yetkazsa, uni Allohdan boshqa hech kim ko'tarib yetolmaydi. Agar Alloh senga tan saqligi, boylik degandek birak yaxshilik yetkazsa, Allohning fazlini hech kim to'sib olmaydi. Alloh har narsaga qodirdir. Alloh hammaga g'olib kelguchidir. Bandalarining ustidan tizginlab turg'uchidir. Hamma uningga bo'ysunadi. Eng kuchliklari uningga tiz bukidi. Alloh hamma ishlarni o'z hikmatiga asosan o'rinlashtirguchidir. Hammadan xabardordir. Uningga hech bir narsa maxfiy emasdir. Mushundoq mukammal sifatlarga ega bo'lgan zotga maxluqotni sherik keltirish qat'iy to'g'ri emas. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, mening Allohning payg'ambari ekanligimni isbotlashga qaysi narsa eng cho'ng guvoh? Aytqinki, Alloh men bilan sizlarning oranglarda guvohdir. Ya'ni Alloh men kelgan dinning haq ekanligini va sizlarning menga nima deyotganliginglarni obdan biladi. Alloh bu Qur'onni menga sizlarni va Qur'on yetgan kishilarni oxiratning azobidan ogohlantirishim uchun vahiy qildi. Ahvol shundoq turuqliq, sizlar Alloh bilan birlikda boshqa ilohlarni bor deyotsizlar. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, men hargiz sizlar e'tiqod qilgandek e'tiqod qilmayman. Balki shundoq e'tiqod qilamanki, Alloh birli ilohdir. Uning hech bir sheriki yo'qdir. Men sizlar Allohga sherik keltirayotgan narsalardan albatta yiroqman. Biz Tavrat, Injil qatorliq samoviy kitoblarni ato qilgan Yahudilar bilan xristianlar Muhammad alayhissalomni o'z kitoblaridagi sifatlari orqali o'zining o'g'illarini to'nigandek to'niydi. Xuddi o'z o'g'illarini boshqalarga o'xshatib qolmagandek, Muhammad alayhissalomni boshqasiga o'xshatib qolmaydi. Chunki ularning kitobida Muhammad alayhissalomning sifatlari mushundaq inchga tonishtirilgan. Lekin ular o'zlarining nafsi xohishiga agishib Muhammad alayhissalomni inkor qildi. Shuning bilan ular dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardan bo'ldi. Alloh nomidan yolg'onni to'qib, Allohning sheriki bor degan yoki uning bolasi bor degan va yoki Alloh payg'ambarlarni kuchlantirish uchun nozil qilgan oyatlarni, dalil pokitlarni inkor qilgan odamdan zolim odam bormi? Alloh nomidan yolg'onni to'qish orqali o'ziga zulm qilganlar dunyo va oxiratda hargiz maqsadiga yetolmaydi. Allohning oyatlarini inkor qilgan ashu mushriklar ogoh bo'lsinki, qiyomat kuni ularning hammasini yig'amiz. Ondan ularga sizlar Allohning sheriklari deb cho'qingan ma'budlaringlar qili, sizlarga shafaat qilsin-chu deymiz. Ondan u mushriklarning ma'budlari haqida savol qilinganda beradigan javobi faqatli ulardan ado judo bo'lish va o'zlarining mushriklardan bo'lmaganligiga Rabbi Allohning nomi bilan qasam qilishdan iborat bo'ladi. Ey payg'ambar, ashu mushriklarning
o'ziga o'zi qandoq yolg'on aytganligiga qaragan. Ular oxiratda sherikdan voz kechadi. Ularning ma'budlarimiz bizga shafaat qiladi degan gumonlari yo'qqa chiqadi. Ey payg'ambar, mushriklarning ichida sening qiroatingga quloq soladiganlar bor. Ammo bu ularning qalbiga yetib bormaydi. Chunki ular o'zlarining nafsi xohishiga ergashganligi uchun bizmi Qur'onni tushunmasin deb ularning dillarini pardaladik. Quloqlarini eg'ir qildik. Shunga ular haq so'zni anglamaydi. Ular Muhammad alayhisalomning haq payg'ambar ekanligini isbotlaydigan mo'jizalarning hammasini ko'rgan taqdirdimi ular uningga ishonmaydi. Ey payg'ambar, hattoki bu kofirlar sening yiningga munozirlashib kelgan chaqdimi biz anglayotgan bu Qur'on burunqilarning afsonalaridan boshqa narsa emas deydi.